Shu eshuntikni ko'rib turgan joyingiz aka. Oyiga 500 to'lish ishlataverasiz. Nima deysiz? Aka, menga ma'qul keldi. Ozgina remontlar bor ekan, remontlarni qilib chiroyli qilib ishlayveraman unda. Holat yaxshi ekan aka. Agar xohlasangiz 220 beraman. To'g'ri kelsa agar. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sardor Sho'ttamidi? Sho'tta ichkarida edilar menimcha. Ha, meni yo'qlab qolibsanlar. Yaxshimisan, tinchmisan? Ichkarini arendaga necha pulga berding? 500 ga chiqib qoldi, qo'yib qo'ydim, o'rtoq. O'zimga aytmayapsan-da, 700 berardim. Yo'q, shunaqa degan. Aka, charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Gap ochig'i, men joyni hozir men yopmoqchiman. Hozircha muammolar chiqib qoldi, shuning uchun boshqa joydan arenda topib ishlatib turing. Men bu yerga qancha pul tikkanimni bilasizmi? Remontini qildim, hamma shart-sharoitlarni qildim. Endi qanaqa qilib chiqib ketaman hozir? Menga qara, menga nima farqi bor? Sen qanaqa xarajat qilganingni? Men senga bo'shat deyapman, bo'ldi. Ertalab kelgunimcha hamma narsani yig'ishtirib chiqib ketgin, shundaymi? O'rtoq, ertalabga sen do'kon bo'sh bo'ladi, narsalarni yoyib sekin ishlayverasan. Mohliroq aytmaysanmi? Men o'sha boshqa joydan jon qarab bo'ldim-ku. Aka, menga 1 minutga qarab oling-da. Tinchlikmidi? Do'kon yopilmaydigan bo'ldi. Siz o'zingiz shotga yurg'izavering. Hali sal jahl ustida sizga qattiq gapirib qo'ydim. Rizqim sizni qo'lingizda emas. Boshqa joy topib ham tirikchilik qilib ketaveraman. Menga jahlda gapirilgan gap keladigan bo'lsa, har bitta jahlda gapirilgan gap xotirjamlikda tuzilgan reja bo'ladi. Shunaqa arendatorlar ham ko'payib ketdi. Agar iloji bo'lsa, storylar qo'yib, bitta tarqatib qo'ysanglar juda ham xursand bo'ladim. Ha, aytgancha, like boshingizdan chiqmasdan. Bizga podдержка qilsanglar, xudo xolisa shunaqa arendatorlarga yetib borsa, boshqalarga shu ishini qilmas edi. Sog' bo'lasizlar. Rahmat.